Demek keyingi videomuz tushlik haqida. Obed payti yana ozgina seriyada qovurilgan tovuq go'shti, to'g'ralgan bodring, üstüne zelen solingan qora non va o'zimizning milliy вот такой вот у наши шорва. Dietada Sami Glavniy men tushunishim bo'yicha o'zi och yurishni maslahat beradilar ariqlash uchun, lekin och yurish semiz odamlara eng katta muammo, chunki ular ko'p ovqat yeb o'rganib qolgan. Aynan semiz odamlar qarni och vaqti o'rganib qolgan mazali yog'li ovqatlarni so'rashni boshlaydi oshqozoni. Shu vaqtda oshqozonni shunga o'xshagan ovqatlar bilan aldash kerak. Kaloriyasiz, singishi yaxshi bo'lgan, lekin oshqozonni to'ydirish kerak. Bugun ozona qaynatilgan tuxum yedik bodring bilan. Endi zelen, yashil rangdagi mahsulotlarni ko'p yeyish kerak. Bodring, zelen, no'sh piyozlar, bolgarskiy borch, shunga o'xshagan